Yo'q, seni janob chaqiryapti. Hozir men nima qilyapman? Nima qilyapsan? Tentak janob mer yoniga ketyapman, ko'rmayapsanmi? Rostdan ham janob yoniga ketyapsanmi? Yo'q, seni yoningga keldim. Gapir, nima ishing bor edi menga? Janob chaqiryapti dedim u. Obbo, nima tushunmaysan? Janob mer yoniga boryapman o'zim. Bor unda. Bo'pti, qarochi ketdim. Nima der ekan janob mer? Nimadir ish bo'lsa kerakki chaqiribdi. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum, keldingmi cho'g'a? Yo'q, kelganim uyimda o'tiribman, mazza qilib choy ichib, notebookimda o'yin o'ynab. Hazillashmay men bilan. O'zingiz hazillashdingiz-ku, yoningizda turibman, keldingmi deb so'raysiz. Bo'ldi, qizishma. Qarochi, senga bitta ish bor. Bilaman, doim o'zim menga ish bo'lgan. Bir ish bo'lmagan kun yo'qmi menga? Ish bo'lmagan kun bor. Qachonki bu qishloqdan ketsang, senda bu yerda ish bo'lmaydi. Bu qishloqdan ketdim ham deyil. 100-qishloqqa boraman, u yoqda ham ish bor. Unda ish u va bo'lmasligi uchun sen yashamasliging kerak. Obbo, mayli yashayman, endi iloji yo'q, chunki yashash uchun kurash deyishadi-yu. Bo'pti, nima ish qilay ayting, qancha pul berasiz? O'shani ham ayting birdan. Pulga keladigan bo'lsak, pulni kartaga tashlab beraman. 200 dollar bo'ladimi? 200 dollar yaxshi, lekin ish qanaqa? Ishga yarasha pul bo'lsa bo'ldi. Qarochi, garaj qurgandik-ku, ana u Zaynatning mashinasi uchun. O'shani qarochdak nima demoqchi edim? Qarochdak o'sha garajning ustidan bitta uy qurish kerak Zaynatning uchun. Shu Zaynatning ham toza Zaynab bo'ladi. Bilaman, lekin uni ismi Zaynab emas, Zaynatning. Bitta jiyaningiz bor-ku, Zaynab degan. U qiz bola-ku. O'shaning ismini Zaynatning olib qo'yish kerak. Chunki unga mosroqda. Bo'pti, qarochi tezroq ishni qilgin. Pulni tashlang unda kartamga tezroq. Avval tashlab beraymi? Kanishni avval tashlaysiz, keyin tashlamaysiz-ku. Bo'ldi, tashladim, ko'rchi. Hozir kodini hozir yo'q, qaramay turing, 4 ta birligini sizga aytmasligim kerak-ku. 1 2 3 4. Bo'ldimi, tushibdimi? Tushibdi. Bo'pti, borini ishni davom ettir. Mayli janob mer, men ketdim o'sha. Hozir nima qilmoqchi edim? Birinchi o'rinda bizga kerak bo'ladigan qo'limda turibdi hamma narsa. Nima qilib, men eshikni ishlatmagandim, janob merga olib borib beraychi. Janob mer, garajingizda og'zida ishlatgan, darvozasida ishlatganim, mana bu darvoza kaluvchi eshigida ishlatganim bor-ku. O'shani qo'ygan nima qilay? Qo'yganni ham ishlatasan, tepaga olib chiqib tur. Ya'ni uy qurasan, uyda eshigiga qo'yib yuborasan. Obbo, uyda eshigiga buni qanday qo'yaman? Bilmadim, xolos ishlatib yuborasan, olib borib turchi, kerak bo'lsa keyin olib kelib qo'yasan. Bo'pti, mayli. Hozir buni olib qo'yaman unda. Men ketdim janob mer, borib ishni davom ettira qolaman unda. Birinchi o'rinda bizga daraxt kerak bo'ladi, chunki avval kelgandan keyin ikkinchi qavatga chiqish uchun mana shu yer yo'li lekin sal g'alatiroq yo'l bo'lib qolgan-u. Mayli, hech nima qilmaydi. Mana shunday chiqib kelinadi, to'g'ri chiqib kelinaveriladi. Mana bu yer yarimtalik blok. Bu yerni to'liq bir blokka aylantirib chiqish kerak, chunki uy normal bo'ladi yoki shu holatda qoldiraymikan. Bu holatdan xalaqit bo'lib qoladi rostdan ham. Mayli, hozir ko'ramiz. Birinchi daraxt olib keling-da. Suvga tushdim. Ko'ryapsizlarmi? Takoy yuraman, o'zi takoy bo'laman. Xo'p, ana endi daraxt qayerdan olib kelsak bo'ladi? O'zi o'tgan galgi videolarda bu yerdan daraxtlarni anchagina shipirib yuborgan ekanman. Joyiga qaytarib ekkan daraxtlarim o'sib chiqdimikan? O'sib chiqqan. Mana bu yerda katta daraxt yo'q edi. Demak, o'sib chiqqan. Yaxshi. Bu yerdagilar o'sib chiqmabdi, lekin bitta ikkitasi o'syapti, bitta ikkitasi nima deyapman, bitta ikkitasi o'smayapti. O'stirish kerak iloji boricha tezroq, chunki daraxtlar ko'paysa ishim ham osonlashadi. Ya'ni qishloqdagi qurilish ishlari ko'proq daraxt kerak-ku. O'shalarni yaqin joylardan olib boraveraman. Uzoqqa ketishim shart emas, hozirgiga o'xshab. Aytgancha bizning qishlog'imizda sharshara bor, ko'ryapsizlarmi? Sharsharaga dam olishga bormoqchiman bir kun. Zo'r ideyami? Hozir boraymikan? Yo'q, hozir ish bor. Qanaqasiga borishim mumkin? Mayli, hozir uzoqroqdan bitta ko'rayinchi. Yo'q, qaranglar, mana shunaqa joylarni rasmga olib, videoga olib, internetga qo'yib, ko'p obunachi yig'sam bo'ladi, to'g'rimi? Hozir qarochda shunday boramanda bitta qarochim foto apparat bilan, ya'ni video kamera bilan notebook zakaz qilaman. Notebook bor o'zimda, lekin unda montaj qilishga meni asablarim dosh bermaydi, qotadi. Minecraftda ham o'zi arrangini, normalligini o'ynayman. Kompyuter bo'lsa zo'r ish bo'ladi-yu, atak notebookga pulim yetadi-da. Chunki X tak dollar berdi-yu janob bermagan. O'sha X tak dollarga hozir borib narsalarni zakaz qilaman. Olib kelishadi-yu, o'sha olib kelgandan keyin mana shu yerdagi chiroyli joylarni rasmga, videoga olamanda, internetga qo'yib ko'p obunachi to'playman. Ya'ni Instagramda, YouTube'da o'zi shunaqa obunachim ko'p, to'g'rimi? Obunachilar kommentariyaga ha deb yozib qoldiringlarchi. Agar obunachim bo'lsanglar, obunachim bo'lmasanglar, yo'q deb yozib qoldiringlar. Menimcha, men obunachim bo'lmagan obunachi yo'q bu videoda, ya'ni tomoshabin yo'q. Noto'g'ri aytyapman. Noto'g'ri aytayotgan bo'lsam, ochiqcha aytinglar. Sen noto'g'ri yo'ldasan, Jo'xa. Sen bizni aldama deyaveringlar, bo'ladi nima deyapman. Lekin men ikkinchi qavatga ishlov berish sal qiyinroq, chunki yarimtalik blok qo'yganman mana bu yerga. Ko'ryapsizlarmi? Yarimtalik blok bilan ishlash juda ham rostdan ham qiyin bo'ladi. Hozir mana shuncha bo'lib ketdi.
bularni hozir yarimtalik blokka aylantirib olish kerak. Ko'pini mana shu 20 tasini aylantirib olsam, ya'ni 18 tasi aylanadi, 38 tagina kam bo'lib qolar ekan bu. Hozir mana buni bunday qilamiz. 3 ta o'lib, 3 tani olib turib pichib qo'yamiz. Shu bilan bizda shunchagina bo'lib ketdi. Ya'ni shuncha bo'lib ketdi. Menimcha rost akasim yetib qoladi. Birinchi o'rinda mana bu yon qatorlarni qo'yib chiqish kerak aytgancha buyurtma qilib kelmadimi? Amayli avval buyurtmani qilib kelay, keyin davom ettiraman ishni. Buyurtma olib kelib beradigan bratanning ishxonasi mana bu yerda. Men qarab turib ko'ryapsizlarmi? Assalomu alaykum bratan. Va alaykum. Jo'xa, qalaysiz? Ishlaring yaxshimi? O'zim yaxshimisiz? Rahmat. Nima gap? Короче, menga bitta fotoapparat bilan zo'ridan bitta notebook kerak. Montajgami? Ha, shunaqa montajga. Kartizga pullarni tashab beraman. Qancha puling bor o'zi? 2 tay bor. 2 takka cho'tki so'mga beraman, tasha unda. Mana o'tkazib yubordim, chekini ko'ringchi. Bo'ldi, tushdi. Boraver, ishingni qilaver, keladi hozir. Mayli undan men ketdim janob mer. Janob nima edi, kim edingiz? Mening ismim Franklin. Bo'pti Franklin. Franklin Benjamin dollarning belgisi bor, u dollarning egasi, ya'ni o'sha. Shu bo'lsa kerak, biratan bilmadim endi Franklin Benjamin deyapti-yu. Yana qanaqa Franklin Benjaminlarni taniysizlar, kommentariy yozib qoldiringlar. O'zi bitta dollarning betidan boshqa Franklin Benjamin bo'lmasa kerak. Atak tarix fanini yaxshi o'qiganlar biladi qanaqa Franklin Benjaminlar borligini. Tak bu yerlarni ham qo'yib yuboramiz tez. Omon zinani tayini ham to'ldirib yubormasam, bu yerda sichqonlar kelib turib o'yin qiladi janob merga. Ya'ni Zayniddin yashaydi-yu, bu yerda Zayniddinga o'yin qiladi. Tak ana endi mana bu zinani olib tashar ekanmiz bir qatorini, mana bu yerda olib tashab, chunki bu yerni yopishim kerak edi, to'g'rimi? Noto'g'ri aytibman. To'g'ri aytaman, kanishni doim to'g'ri aytayman o'zi. Bu tomon olamizda zinalarni. Tak, telefon kelyapti. Telefonni ko'tarib olamiz avval, to'xtaylik hozir mana. Alo, eshitaman. Jo'xa, nima ish qilyapsan? Janob, keldimi buyurtmalarim? Keldi, kelib olib ket. Bo'pti, hozir boraman. Bo'pti, tezlash. Yes, buyurtmalar kelibdi. Tezroq borib olib keling, keyin chiroyli kadrlar olishni boshlayman. Qishloqdan tashqariga chiqib kadrlarni olib kelaman. Bratan, olib keldingizmi? Olib keldim, olaver. Rahmat bratan. Addushi bor yozga rahmat sizga, bor ota-onangizga, bobo momalaringizga ham rahmat. Butun qishlog'ingizga rahmat, xo'pmi? Bo'pti, arzimaydi, sog' bo'l, kep tur. Mayli, kelib turaman, harakat qilaman kelib turishga. Bu narsa olib qo'y, to'xtanglar, buni qo'yib yuborishim kerak. Aytgancha ishlayotganim, ishimni esimdan chiqarib qo'ymayin. Keyin joylashtiraman. Hozir shu bir qator aytgancha bu yerni xalqi bo'ldimi? Hamma yo'qmi, to'g'rimi? Mana bu yerda uy quriladigan joy bor-ku, men bu yerni shunaqa qilib yuborish kerak, chunki bu yerni shunaqa qilib yubormasam, uy chiqmaydi bu yerdan, to'g'rimi? Yo noto'g'ri aytibman. Nimaga qo'yilmadi? Bittalab qo'yib chiqish kerakmi? Obbo, nahotki shuncha narsani bittalab qo'yib chiqishim to'g'ri kelsa, juda ham qiyin ish bo'lib ketadi-yu, buncha narsani nima deb qo'yib chiqqanimcha. Mayli, hozir bir amallab qo'yib chiqaman hammasini. Notebookimni qayergadir olib borib qo'yishim kerak. Menda normal stol yo'q. Stol olishim kerak, qayerdandir normalroq. Qayerda kompyuterxonada normal stol bormi? Kompyuterxonami o'zi? Shu yerdagi kompyuterxona. Bo'ldi, bu yer to'g'ri bo'ldi. Ana endi bu yog'iga mana bunaqa blokdan 3 ta qo'yib chiqishim kerak, adashmasam. 3 ta qo'ysam, yetarmikan yo'qmi bilmadim. O'rtasiga tosh ishlataymikan? Tosh ishlatsam chiroyli, mana janob merda uyga o'xshaydigan takoy uy bo'lib qoladi. Bunday qilib qo'yamiz. Takoymisan, takoy bo'lib qoldi. Juda ham go'zal. Xo'p, nima qilaman endi? Bor, mana bu chiroyli joyda birinchi rasmga videoga olib kelay, keyin qilaman qolgan birato'la daraxt yo tosh ham olib kelaman yo'l-yo'lakay. Daraxt kerak emas, tosh kerak bizga, chunki aytibman tosh qo'yaman deb. Tosh qo'ysam chiroyli chiqadi baribir. Xo'p, qayerda edi o'sha sharchar? Bu videoni qaranglar. Video kamera dahshat olar ekan, lekin hozir buni qo'yib turib, video olib turib, keyin kelib notebookimda montaj qilaman-da, Instagramga qo'yib yuboraman. Instagram bor, bilasizlarmi, bilmaysizlarmi bilmayman. Shohjahon Tilavo deb qidirsanglar chiqadi. Instagramga obuna bo'lib qo'yaverasizlar. Keyin u yerda chiroyli tabiat videolarni qo'yganman. Ko'rib turib, like'larni bosib turib, obunalar bosib turib tashlasanglar. Mana yoqda daraxtni qaranglar. Bularni ekmasdan qayoqqa boraman men? Chiroyli tabiatni o'zim yarataman hozir men. 10 ta daraxt. 10 ta ya. 10 tadan bir butun o'rmonni yaratib yuborsa bo'ladi bu yerda. Tak, mana bu yerlarga, bu yerga va mana bu yerga bitta olmani, короче, yegim kelmayapti, suvni ichiga tashlayman. Kimdir baxti omadi bo'lsa oqib boradi. Lekin mana bu yerda dahshat chiroyli joy bor ekan, buni qaranglar. Bunaqa joy sharshara-yu, buni qaranglar. Bo'ldi. Endi buni videoga qish qo'yib, buni olamiz, to'xtanglar, mana to'g'rilab qo'ymasam buni qayoqda olib yotibdi. Nachili kamera. Here's I'm alone, me all alone, no. Man qo'shiq bilmayman. Tak, takoy boru. Bo'ldi, bu yerni oldim.
Endi buni ammo ko'lni ham olish kerak. Ichida olma turibdi, как раз chiroyli kontent bo'ladi, zo'r kontent bo'ladi. Olamiz. Bo'ldi, yetadi. Ana endi borib buni montaj qilaman-da, yuklayveraman onasidan. Chunki chiroyli-da, bu yer chiroyli, вообще chiroyli bo'lib turibdi. Xo'p, buni chiroyli bo'lganini sizlar qayerdan ko'rishinglar mumkin bilasizlarmi? Bu chiroyli, короче, manzarani chiroyli montaj qilinganini Telegram kanalimda ko'rishinglar mumkin. Telegram kanal manzili video описаниесida turibdi. Описаниеdan o'tib Telegram kanalimga obuna bo'lsanglar, mana shu yerda chiroyli montaj qilganimni ko'rsanglar bo'ladi. Xo'p, men esa hozir nima qilmoqchi edim? Esimdan chiqib ketdi. Qaranglar, men bu yerda ish qilayotgan. Tosh olib borish kerak edi aytgancha. Tosh olib boray, keyin montajni qilaman. Montaj shantaj qiyin ish emas, montaj shantaj. Xo'p, nechta tosh kerak bo'lishini aniq bilmayman. Qancha ko'p etsam shuncha yaxshi, chunki qancha ko'p tosh bo'lsa shuncha ko'p chiroyli chiqadi. Ya'ni chiroyli chiqishi ham gap atrofini to'liq yopilishiga, to'liq yopilsa atrofi juda ham mustahkam uy bo'ladi va ichkarisiga sovuq va issiq ob-havolar o'tmaydi. Ya'ni bir xil temperatura, qishda issiq, yozda salqin bo'ladi. Men shuni o'ylayapman takoy qilib. Okey. Necha yuz marta okey dedim. Sanagan bo'lsanglar kommentariy yozinglarchi. Hech kim sanamadi shekilli, chunki sanoqda o'zi ko'pchilik bilmasa kerak. Sizlar bilasizlar, chunki sizlar men obunachimsizlar. Men obunachilar hamma narsani biladi. Sanash bo'ladimi, yugurish bo'ladimi, urishmaylar. Urishni bilmaylar, kerak emas urish. Chunki urishish yomon narsa. Sizlar bir joylarga bir nima bo'lar, keyin u yaxshi ish bo'lmaydi. O'shaning uchun urishmaylar, tinchgina maza qilib o'yin, kulgi, xursandchilik degandek, baxtli yashash degandek o'shanaqa narsalar o'ylab yashash kerak. Kerak emas narsalarga vaqt ham sarflamaslik kerak, xayolni ham chalg'itmaslik kerak. Tamam, men chiqishni zo'r yo'lni ko'rsataman. Voy, o'xshamadi-yu, to'xtanglar. Shuma, what the, nimaga o'xshamayapti? Okey, ko'ryapsizlar, men o'zi tug'ma parkurchikman, lekin parkurchik bo'lmaganman, o'shaning uchun tug'ma parkurchikligimni hech kim bilmaydi. Aytmaganman hech kimga parkurchikman deb. Bu marta aytmoqchiman endi. Hozir aytmoqchiman sizlarga, parkurchikman, tamom. Parkurchik deb hisoblayverasizlar. Hozir men bu yerda bunaqa qilib qo'yib chiqib ketaveraman, короче. Buni endi hozir bu videoga sig'maydi, buni to'liq qurishim. Keyingi videolarda ko'rsanglar bo'ladi. Zaynidinning uyi qanaqa chiqqanini. Keyingi video bilmayman qachon chiqadi. Erta chiqadimi, indin chiqadimi, balki undan keyin chiqadimi, yo'q. Tezroq chiqarishga harakat qilaman, chunki sizlar men obunachimsizlar. Sizlar uchun tezroq video chiqarmasam sizlar mendan xafa bo'lib qolishinglar mumkin, to'g'rimi? O'shaning uchun xafa bo'lmanglar deb turib ertaga video chiqarib qo'yaman. Bugunda o'ziga ikkita video chiqarib tashlayman, asabim buzilyapti. Sizlar uchun asabimni ham buzyapman, ko'ryapsizlarmi? Hozir ikkita video chiqaraman, короче. Ikkita video chiqdi o'zi, ko'ringlar, maza qilib. Sizlar bilan keyingi videoda ko'rishguncha xayr deb qolaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar va kanalga obuna bo'linglar.